Hammaga assalomu alaykum. Bizning magazinimiz, ya'ni bu magazin ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu kundan prodajalar chiqishni boshlagan. Вот, ko'ryapsizlar, shunday patixonichka tovar sotilish boshlab, qimmat tovar bu yerda. 9 ta tovar, mana bu yerda 64230 rubl bo'lyapti. Примерно 7100-7200 atrofidagi tovarda. Bu yerga prodajalar bo'lyapti. Bugungi prodajani qarang, o'sha o'sishni boshladi. Sabab nimaga? Bu yerga ko'p reklama bo'yicha ishladik. Bitta tovarni shunaqa ko'taryapti. Infografika yaxshi. Ya'ni ketma-ketligini bilishimiz kerak bo'ladi tovarlarni. Birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni xuddi shunaqa prodaja xohlamoqchi bo'lsak. Davlat sanab o'tib ketaman. Birinchi navbatda qilishlaringiz kerak bo'layotgan narsa yaxshi analiz. Yaxshi analiz qilgandan keyin tovarni siz topdingiz, undan keyin to'g'ri klasterlarga jo'natishni qarab chiqishingiz kerak bo'ladi. Ne o'zingizning fikringiz emas, prosta ya'ni o'sha analitika ko'rsatgan narsani siz qilishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingi qilayotgan ishimiz tovarga tovar e'tiborguncha infografika berib, mo'shni infografika, tovarning SEOsini, ключевиklarini to'g'ri qilish. Undan keyin biz azon aksiyaga qatnashtirishimiz kerak va samovyoklar qilgandan keyin biz reklama yoqamiz tovarga va xuddi shunaqa rezultat olishimiz uchun. Ya'ni mana shunaqa rezultatlar ketma-ketligini men xudo xolasa video qilib chiqaraman. Kimga qiziq bo'lsa, reaksiyalar qoldirishlaringiz kerak bo'ladi. Men xuddi shunaqa, ya'ni azonga biz tovar tiqmoqchi bo'lganimizda nimalarni ketma-ketlikda qilish kerakligini aytib o'tib ketaman.